Assalomu alaykum. 2026-yil iyun oyida, iyun oyini 5-sanasi. Demak, olcha o'zi umuman xalq tilida achchiq gilos yoki vishna deyiladigan mevani yonida turibdi. Biz mana shuni bog'da to'liq mana shu bog'. To'liq shunaqa bog'. Hozir buni qator orasi to'lib qolganda shu mana shu egilib ketganidan bu mevasini juda ham og'irligidan, ko'pligidan mana shunaqa holatga kelgan. Bunda tubida hozir o'rtacha endi 30 kilosi ham bor, 35 kilosi ham bor, 25 kilo hosil bor. 800 ta daraxt bo'lsa bir 20 tonna o'rtacha hosil bo'ladi, lekin endi hamma daraxt bir xil emas, baribir farq qiladi. O'rtacha tonnasi 10 dan 20 tonnagacha beradi. Bu Ablachenko nomini olib turibmiz, yoki Ablachinskiy deydi, Ablachenko deydi. Bu navlarning ikki sxemasi demak 2,5 ga 5 juda yaxshi hosildor nav hisoblanadi. Ablachinskiy ham birinchi pishadigan nav. Siz buni vishna bog' qilmoqchi bo'lganlar shunaqa narsaga e'tibor berish kerakki, demak bir-biriga nisbatan uzoqroq vaqtda pishadigan navlarni olishimiz kerak, ya'ni terimga ulgurish uchun. Va buni demak birinchilardan bu Ablachenko pishadi. Undan keyin Litovka degan navimiz bor. Bir 5 kun, 6 kun, bir haftadan keyin pishadigan. Litovkadan keyin pishadigan, Litovka qatori deylik, shu Ablachenko qatori pishadigan navimiz o'zi erdi botirma deyiladi. Endi u bandi bilan teriladi. Bu freshga ketadigan, bu shu danaga, ichidagi danaga olinib, dana olinadi. Bu to'liq muzlatiladi va Yevropaga eksport bo'ladi. Bu juda eksport bo'linadi. Ablachenko ham, Litovka ham, lekin Litovkani bir yaxshi xususiyati bor. Uni tonnasi nisbatan bunga nisbatan 5 tonna 1 gektarga ko'proq hosil beradi. Va kalibri ham kattaroq. Buni o'rtacha kalibrlari yaxshi qaraganimizda 22 kalibr ham bo'lgan, lekin o'rtacha 18, 17 dan to 20 gacha bo'ladi kalibrlari. Hozir juda yaxshi Ablachenko kalibrlari ham bu yil salqin bo'ldi, juda ajoyib kalibrli bo'lgan. Mana hozir hamma hosillarni ko'ryapsiz, mana egilyapti hammasi hosillar. O'zi Ablachenko o'zi tik o'sadigan nav, uncha egiladigan nav emas. Hozir bundan keyin ham yangi ikkita nav bo'yicha ham hozir ishlar ketyapti. Bular o'sha payvandlash, yana asosda sekin-sekin bog'ga o'rnatish vaqti ketyapti. Paytlari. Endi buni ko'proq vaza usulida shakl berilgan bu. Bu endi hozir mexanik qo'lda terilyapti. Endi o'zi agar siz mexanik emas qo'lda terilyapti. Agar siz to'liq mexanikga o'taman desangiz, demak baribir keyinchalik ishchilar muammo bo'lishi mumkin. Tezroq terish kerak. O'shaning uchun bunga to'liq bitta liderlik yoki ikkita liderlik qilib o'sha center lider, ya'ni markaz lider usulida xuddi olmaga o'xshab shakl berish kerak va yonshoqlardan hosil olsangiz, bu o'sha maxsus kombaynlar bor, kombaynlar bilan terish mumkin. Demak, bulardan shu bog'lar bo'yicha aytadiganimiz shu, o'g'itlashi gilosga o'xshagan va boshqa nyuanslari ham bor, ma'lum nyuanslari. Lekin shu narsaga e'tibor berish kerakki, juda ko'p odam o'ylaydi ekan, bu bog' qilamanda shu bu ya'ni vishna, olcha bu hammasiga chidaydi, bularga farqi yo'q, suv qo'ysam bo'ldi yoki suv qo'ymasa bo'ldi degan fikr bor, lekin bu juda katta noto'g'ri. Ayrim navlarda hozir ayrim bog'lar o'sha yaxshi ishlov agrotexnikani yo'lga qo'ymagan bog'larda umuman hosildorlik nolga tushib qolgan bog'lar bor. Mana bizlarda hosildorlik 15 tonna gektarda bo'lganda ularda 5 tonna ham yo'q. 1 tonna 2 tonna hozir gektarga bor. Demak, bunga ham xuddi shunaqa juda kuchli agrotexnika ishlovlar kerak. O'z vaqtida hammasini qilishimiz kerak. Hozir bundan tashqari hozir mana Donor akamiz shu turibdi, shu bog'da boshqalarni akamiz ham o'z gaplari bor. Bunda vishna bog'da nima qilish kerak, bularga e'tibor berish kerak. Hozir juda ko'p odam qiziqyapti-da buni aka. Ko'p odam qiziqyapti. Shuning uchun bunga yaxshi bir ma'lumot bersak, odamlarga ham foydali bo'ladi degan umidamiz. Chunki yaxshi navdan boshlasa yaxshi-da buni. Endi agar men o'zimga bo'ladigan bo'lsa, ko'proq Litovkani tavsiya qilgan bo'laydi. Endi bu baribir bitta Litovka bilan bo'lmaydi, chunki Litovka bitta nav doim bir vaqtda pishsa uni terib bo'lmaydi. Baribir 2 xil 3 xil nav bilan terib, keyin o'sha gibridlar bilan kechiktirish va etifon bilan erta terish va shu amallar bilan buni to'liq yaxshi yo'lga qo'yish mumkin.